Assalomu alaykum akalar. Xohlasa o'zi maydalab, o'zi aralashtiradigan yem meshalkamizning yangi ko'rinishdagi katta variantdagisi 3 kubalik hajmga ega. Xo'p, akalar bunga qancha sig'ishini hozir sinov ko'ryapmiz. Bu yerda 5 ta press olib qo'ydik. 5 ta press maydalayapmiz. 6 minut, 7 minut bo'ldi solganimizga. O'sha bir sidirg'a maydalanib chiqdi. Tepadan chiqaymi? Shu. 100 ta pichoq bor ichida. Pichoq 100 ta terildimi aka? 100 ta pichoq ishlayapmiz. Pichoqlarda akalar 100 ta terilibdi mana. Bitta o'qda 50 tadan bo'lamiz bundan. Hop, shu 100 ta pichoq haydalyapti akalar. Hozirlik gorizontal vertikalimizdan ko'ra tezroq onda hisobi. O'sha 10 minut bo'lar bo'lmas. Gorizontal yotiq edi. Yotiq edi. Changini yo'qotishgan xususiy. Hozir 10 naming olishga. Nam bo'lgandan keyin hozir nagruska ketadi. O'sha nagruskada sinaylik. Tekshiruv nimasi bu? Akalar hozir 8 ta 9 ta press sig'adigan hisob qilyapti akalar. Aka pastdan ko'rinishini ham ko'raylik.